Assalomu alaykum, Umaruz obunachilari. Ertalabda Andijon mashg'ulotlarga chiqib olganmiz. Bu qismga akalar qo'ldan kelgancha Nexia 1 va Nexia 2 larda syomkaga beramiz. 8-fevral yakshanba tongi Andijon mashg'ulotlardan syomkamizni boshlab oldik akalar. Boshga Nexia 2 qo'yamiz. Sizlar videodan like bosinglar. Video davomida Nexia 1 pul yengillardan ham qo'yib beraman. Qani ketdi unda akalar? 2010 kraskasi bitta kiloda deyilyaptimi? 5 yil. Bitta eshikda kraskasi bor, qolgan joylari toza ekan. O'z uchun bemalol bir qator ustizga tekshirtirib olaverasiz ekan. Motor ходовой korobkalari-chi buni? Umuman shu Lux konditsioner gazlari holatini ko'rishingiz mumkin. Umuman shu 2010-yil mashina. 269 ming yurgan, balon qo'yib olasizlar ekanda akalar. Yonlarini mana ko'rishlaringiz mumkin. Lux ishlayaptimi? Bir elektrik ko'rsatadi. Bu ishlaydigan bir qator elektrga ko'rsatib olsin deyapti. Chexol poligi bor, holatini ko'ryapsizlar. Salon holati ham unaqa urinib, shilinmagan shubkalarni ham yaxshi minilgan mashina ekan. Orqasini ochib qo'yadi shuni. Yurgan qancha dedingiz? 269 ming yurgan mashina. Orqalarida chexol polig, mana bu tomon ko'rinishlari, Tomlari shuncha. ko'rsanglar bo'laveradi. Eshik tomlar shumka, zapaska balon, gazi bor. Benzin, gazda akalar. Orqa tomonlarini ham yopib ko'rsatib o'tib ketaman. Balon qo'yib olasizlar ekan, xolos hozircha. Narxini qancha so'rayapsiz uni? 3800 dollar kami bor. Genalni berasizmi? Genalni beriladi. Variant yo'llari-chi aka? Bank bo'ladi. Variant yo'llari yo'q. Nomeringiz aytsangiz? 95lik 954 0504 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Yana batafsil ma'lumotini akamiz aloqaga chiqib olsanglar bo'laveradi. Akalar Nexia 2 ni navrot qilinganidan chiqib qolibdi Andijon mashg'ulotimizga. 2015-yil kraskalari toza ekan. Ko'ringlarchi, bu qayta jihozga alinaqalari bor, ruxsatlari. Qayta jihozga ruxsatlari bor ekan. Kraskasi toza ekan 2015-yil. Aka oldiga botini bir ko'rsak bo'ladimi? Titlarigacha bor ekan mashinani. Lux konditsioner, gazlargacha bor, holatini ko'rishingiz mumkin. Motor ходовой korobkalari-chi? Motor ходовой korobkalari zo'r ekan. Oldi buferga o'zgartirishlar kiritilgan, diskalar qo'yilgan. Balonlarni ko'rishingiz mumkin. Degan yubka disklar mana shunaqalar ham qo'yilgan. Tonirovkaga ruxsati bormi buni? Tonirovkaga ruxsati bor. Chexol, polik, sidina ham qo'yilgan shekilli bunga. Jentra sidina qo'ygan. Polni shumkada, gazi qanaqa? Gazi metanda. Orqalarini mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu uslitlari yechilib oladimi yoki ketadimi bular aka? Uslitlarni mana ichida ketaverar ekan akalar. Holatini ko'ryapsizlar. Oldog'roq bufer, diska, tonirovka uslitli qo'yilgan. Yurganini qancha dedingiz? 140 ming yurgan mashina. Narxini qancha so'rayapsizlar? 7800 kami bor. 7800 dollar kami bor. Genalni beriladimi bunga? Genalni beriladi. Nomeringiz aytsangiz? 91lik 490 0712. Variant yo'llari-chi unga? Faqat naqd pul asosida savdosi bo'ladi. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Kelar 2014-yil dedingizmi? 2014-yildan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'ringlarchi, kraskasi buni hojiga. Orqa kirlosida petnosi bor. Qolgan joylari toza-ya. Petnoga baraka bo'ladi. O'zlaringiz uchun bir qator ustalaringizni tekshirtirib olaverasizlar bemalol akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. 2014 Lux konditsioner gazlargacha hamma yo'llari bor. Motor ходовой korobkasi-chi buni? Motor ходовой korobkalari yaxshi ekan. Bemalol ustasiga ko'rsatib olaversin ukam deyapti. 15 balonlarda yumshoq. 15 yumshoq balonlarda bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chexol polisi bor. Yurgani qancha? 210 ming yurgan 2014-yil mashina. To'rilishigimi? Hamma yo'g'i shumkalari bo'lgan ekan. Orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Akalar, hali men 9 bo'lmadi. Tezroq syomka qilib 9 gacha chiqarib yuborish niyat akalar bugun xudo xolasa. Pulti ham bor, gazi bor-a? Bu ochmay qo'ying, hojiga. Gazlari bor 2014-yil. Narxini necha pul qo'yamiz? 4700 dollar mashina. Petnoga baraka bo'ladi, 4700 dollar kamini qilib berishadi. Genalni chiqaveradimi hojiga? Variantchi. Variant yo'llaridan ham yarim puldan
Bo'ldi. Umuman variantga juda kelishasizlar ekan. $1000, $500 emas ekanlar. 4700 da yarimidan juda ko'proq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. 60% bo'lsa chiqaverasizlar. Nomeringizni aytsangiz hojiga. 90 623 1920 raqamlarga aloqaga chiqib, bittadan lashni bosib qo'yaverasizlar. Sotsiylar ham aloqaga chiqaverasizlar hoji akamga. Bunisini yilnechi? 2014 kraskasi. Kraskasi toza 2014. 2014 bor, bunisini bitta joyda petnosi. Bu kraskasi toza ekan, akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Prostoy gidrolikami bu? Ha, prostoy gidrolika Ekana vazirlari bor. Yangi motorlari zo'r yurgani 190 ming. 190 yurgan akkumulyatorlargacha yangilab qo'yishibdi akalarimiz. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Balon taqay deb yurmaysizlar. Kraskasi toza 2014-yil mashina. Ashubkalari prostoy salon, prostoy gidrolika 190 ming dedim probegini. 190 ming yurgan mashina. Orqalar, buni ham orqasi bek ekan. Orqa tomonlari. Bo'ldi. O'z hoji akamlar artole degancha men shat syomka qo'yapman akalar. Gaz bor, metan. Hojiga buni necha pulga qo'yamiz? Buni ham $4700 ga $4700 buni ham kamini qilib berishadi. Xolisinglar unisi, xolisinglar bunisi. Narigisini jicha yurgani ko'proq. 210 ming yurgan. 210 ming. Nomerlaringizni aytib qo'ysangiz? 90 623 623 1920. 1920. Akalar, 60% plus bo'lsa faqat Andijonga variant chiqadi. Bu ham generalni beryapsizmi? Bo'ladi. Bu ham generalni chiqaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasanglar o'tkazib olasizlar. Xo'p akalar, sizdan o'sha Nexi 2 so'rgan akalarimiz uchun ko'rishlaringiz mumkin. 2009-yil kraskasi-chi buni? Kraskasi ikkita eshigida bor jicha. Ikkita eshigida Boshqa tegmagan skuter tekkan. skuter tegan, ikkita eshigida kraska qilib qo'ygan. Oldiga budini ochib bo'ladimi usta? Qayerda mashinasi edi o'zi bu? Bu Andijon viloyati Jalaqudi tumani. Jalaqudi mashinasi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Prostoy gidrolika ya bu. Prostoy gidrolika 2009-yil. Oldi orqa uslitlari butunmi? Butun yechilmagan. Oldi orqa uslitlari butun yechilmagan pejat deb aytib o'tyapti. Balon holatlari o'rta holatda, yumshoq balonlari bor. Salonlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Prostoy salon, prostoy gidrolika mashina. Salon holatlari, video registratorlari bor, rol qo'yilgan. Probegini qancha dedingiz? Qanaqa lasettini qo'ygan? Lasettisini qo'yilgan, probegi 291 ming. 291 ming yurgan mashina. Holatlari yaxshi holatda. Metana gazi. Metan 100 100 talik temir gazlargacha o'rnatib qo'yishibdi. Narxini qancha so'rayapsizlar? 3,5 mingdan beramiz. $3,500 kami bor. Generalni berasizmi? Generalni bera olamiz. Generalni berilaveradi. Nomeringizni aytsangiz? 99lik 99lik 930 70 00. 7000 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotini akamiz o'zidan olsanglar bo'laveradi. Xo'p, Nexi 2 akalar qora rangni ham minaman deganlar uchun qora rangi bozorga kamroq chiqadi akalar. 2009-yil kraskalari-chi? 30% kraskalari bor. Demak, pul yengil ekanda. Suvalari butunmi? Suvalari butun. 30% kraskasi bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham prostoy gidrolikami? Prostoy gidrolika, gazlari bor. Motor, hadavo, korobkalari-chi buni aka? Ham yo'q zo'r. Uslitlari yechilmagan oldi orqa. Oldi orqa uslitri yechilmagan ekan, yumshoq balonlarda. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin mashinani. Salonda polgi bor. Prostoy salon, prostoy gidrolika. Yurgani qancha? 240 ming yurgan Nexi 2. Qayerda mashinasi edi aka? Andijonning mashinasi. Ochmay qo'yasiz. Orqa tomon ko'rinishlari ko'rishlaringiz mumkin. Gazi metana buni ham. Metan gazlari bor. Benzin gazi yuradi mashina. Narxini qancha so'rayapsiz? $3200 kami bor. Generalni beryapsizmi bunga? Generalni beriladi. Varianti 1,5 mingga. Hozircha varianti yo'q. Generalni chiqaverar ekan. Qiziqqanlar nomeringiz 93lik 789 73. Aloqaga chiqinglar. 3200 dedingiz-a? $3200 kami bor. Mana akalar, bundan keyin mana bu qatordan Nexia bulardan ham olib o'tishamiz. 2007-yil siz o'ylagandaqa oq buflisidan kraskalari-chi buni? Bitta kirlovda eshikda petnosi bor.
Ko'ringlarchi, 2007-yil mashina. Motor, ходовой korobkalari yaxshi ekan. Lux konditsioner 1.6 motorda gazlargacha bor. Holatini ko'rishingiz mumkin. Korobka ходовойлari yaxshimi buni? Korobka ходовой yaxshi, yumshoq balonlarda yonlarini ko'rishingiz mumkin. Mashina salonida chexol polik Lux konditsioner salonlari ham 232 ming yurgan mashina. Qayerda mashinasi aka bu? Marhamat tumanining mashinasi akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Afsuski holatlari. Mashinamiz temir gazlargacha bor. Zapaska balon yo'q-a bunda? Yo bormi? Zapaska balonlari bor. Narxini necha pul qo'yamiz buni? Pul qancha? 3200 kami bor. 3200 dollar deyilyapti. Nomeringizni aytingiz aka? 99lik 040 85 99 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 2007-yil 3200 dollar kami bor. Xo'p akalar, Mokri Aspar rangda Nexus 2 so'rgan akalarimiz uchun ko'rishlaringiz mumkin. 2013-yil kraskasi buni. Eshik tomonda kraskasi, mashq tomondami fonning? Yo'q. Ha. 13 ko'ringlar. 2013 mashq tomonda kirloda dedingizmi? Oldi orqasi pechat. Dokumentlari o'zimizdan. Dokumenti o'z nomingizda. Motor, ходовой korobkalari-chi? Motor, ходовой korobkalari yaxshi. Yumshoq balonlari bor. Mashq tomonda qaytida kraskasi bor. Mashetlardami? Moldingda kraskasi bor. Afsuskasi Prasto gidrolikami? Prasto gidrolik ekan, chexol polik salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Like bosmagan bo'lsangiz, bitta like qizartirib qo'yasiz, obunachilar. Orqalarida ham mana chexol poligi bor. Mana orqa tomon ko'rinishlari, afsuskalarni ham ko'ryapsizlar. Mashinamiz orqa tomon ko'rinishlari akalar. Gazlari bormi ekan? 2013-yil mashina. Benzin gazda. Narxini qancha so'rayapsiz? 4800 dollar kami bor. Bitta mashinada kraskasi bor xolos. Variant yo'llar chiqadimi bunga? Faqat naqdga. Generalni berasizmi? Generalni berilar ekan. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 065 84 33 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p akalar, 2011-yildan biz davom ettiramiz, ko'ringlarchi. Kraskasi-chi? Qancha bir 30% bor? 30-40% kraskalari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Motor, ходовой korobkalari yaxshimi? Motor yaqinda qilingan ekan, ходовойлар ham qilingan ekan. Rasxod yo'q ekan. Oldi orqa usritlar butun shepmi yo yechilganmi? Yumshoq balonlarda. Nima deymiz usritlarni shepim? Yechilmagan ekan. Sidina qo'yilgan shekilga bunga. Sidina qo'yilgan. Probegi-chi? 462 ming yurgan Prasto gidrolika mashina. Orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Like bosmagan bo'lsanglar, bittadan like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Gazlari bor mashinani ko'rishlaringiz mumkin. Narxini yengilroq necha pul qo'yamiz? 4000 kam bor. 4000 dollar kami bor. Generalni berasizmi? Generalni beriladi. Dokumentda muammosi yo'q-a? Dokumentda muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 90lik 541 76 84 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'laveradi. Akalar, 2014-yil Gaysvetdan minaman deganlar uchun ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi-chi buni? Kraskasi bitta kiloda petno bor. Bitta eshik, bitta kiloda petnosi bor ekan. Motor, ходовой korobkalari yaxshimi? Yaxshi, Lux konditsioner, ikkala manzillargacha bor, gazlari bor. Konditsionerlargacha ishlatib qo'yishibdi. Korobka motorlari yaxshi buni. Korobka motori yaxshi, yumshoq balonlari bor. Bir qo'l minilgan Nexus 2 ga akalar. Chexoli bor, salonlari yaxshi holatda. Yurgani mana 315 ming yurgan mashina ekan. Lekin mana jim turibdi akalar. Yurgani ham bilinmaydi. Ha, bu. Lekin ham bosib ko'rdimda, qaysi biri?
Bunaqa ekan deb. Orqa tomon ko'rinishlari, mashinamiz gazlari bor, zapaska baloni bormidi? Bor. Zapaska balonlargacha bor. Sotmoqchi bo'lsanglar ham shu akalarimizga aloqaga chiqsanglar, yaxshi narxlarga ham o'zlari ham olaveradi. Shot spravka deyiladimi? Ha, 1 qo'l million. Shot spravka mashina. Narxini necha qo'yamiz? 4700 dan tushib 4700 dollar kami bor. Generalni berasizmi? Ha, beramiz. Generalni beriladi. Nomeringizni aytsangiz? 90lik 623 623 0798. 0798 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotini akamiz o'zlaridan olsanglar bo'laveradi. Navbatdagi akalar 2014-yil sotmoqchi bo'lsanglar ham telefon qilaverasizlar. Kraskasi buni? 20% kraskalar bor 2014-yil mashina. Bu prosto gidrolikami? Lux 5 konditsioner ekan. Motor, ходовой korobkalari-chi? Motor, ходовой korobkalari zo'r ekan. Endi o'z uchun bir qator tekshirtirib olaverasiz. 2014-yil mashina. Yumshoq balonlar taqilgan, yon tomon ko'rinishlari. Salonida chexoli bor, poliga solingan. Yurgani qancha? 285 ming yurgan. Apshukasini ko'rsatib qo'ydi. Apshukalari ham yaxshi holatda, jaqirilib, urinib ketmagan ekan bu ham. Ana bu tomon ko'rinishlari mashinaning holatlari yaxshi holatda ekan. Orqalari. Like bosmagan bo'lsangiz, bitta down like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketaverasiz. Gaz bor, zapaska baloni bormidi? Zapaska balonlargacha bor. Narxini necha pul qo'yamiz aka? 4.5 beramiz aka. 4.5 dollar kami bor. Generalni berasizmi? Beramiz. Generalni beriladi. Akalar, Umar uzanman deyish esdan chiqmasin, generalni chiqaveradi, variant yo'llari yo'q-a? Yo'q. Variant yo'llari yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 94lik 247 1117 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Yana batafsil ma'lumotlarni akamizdan olsanglar bo'ladi. Sotmoqchi bo'lsanglar ham bemalol telefon qilaverasizlar.